Devlet itirak kılgan kesbi sanayet teşkis anmak çoğalada katılmalar. Bizimki malı mülazmet olduğunu karayman olsanlar. Məqsud satırış kılganda ügütüp çıkan deyken okuz ballar praktik kılgan mülazmet kılgan kayıda adama. Madağı Noqtliq gapni desek, 25-isla Budray texnik dersi var. Şinjan'da 2 yil o'tkaziladi modullar bo'lganda 19 xil Budray texnik dersini 25-isla so'zlaymiz. Qatnashmoqchi bo'lganlar aloqasan bo'ldi. Lekin qanday odamlar qatnashdi degan gap buningda. O'ttir saviyadagi qanday ko'rsatma qatnashsan bo'ldi. 0 saviyadagi bolalar 0 saviyaniki qatnashdilar. A ders o'ttir saviyadan yuqori saviyaga chiqqan ders. Duka açmoqchi bo'lganlar ana degan duka ochgan xo'jayinlar, ana degan mush kasbni bir yildan yuqori o'rganganlar, ham yangilikni o'rganmoqchi bo'lganlar, amibab satrashganlarni o'rganib qolib, qanday bir yangilik yangi tuyg'uda o'rgansam bo'ldi, zamoniy uslubga budralarni kesishlarni o'rgansam bo'ldi degan qanday kasbdoshlar o'rgansam bo'ldi. Shu kasbdoshlar mas'ullar. Mana bo'lsa bizim o'qituvchilar ishxona sizlar bizning qo'limizda mayli 10 kunlik darsga, mayli 1 oylik, mayli 3 oylik ya 6 oylik ya 1 yillik qaysi darsga qatnashganlar bo'lib qolsanglar, davlat idrok qilgan kasbiy salohiyatga ish chiqibmiz. Eng afzalligi shu. Ma'vu qaraydigan bo'lsanglar, ma'vu bizningki yuqori saviyaniki qanday sinf emas. Başka sınıflar 0 seviyenin, o'ttir seviyenin, anki ayollarniki 0 seviye, o'ttir seviyenin sınıfları. Ma'vu yuqori seviyenin sınıfı emas. Bir şey o'rgangandan davlat tarafından kasbiy salohiyat kinishkisi enadagi texnikalarni qanday bir qadar yuqori ko'tara olasizlar. Mush er ayollarnikini o'rtaq tarbiyalaymiz. Mush kasbni muntazam o'rganmay deydigan bo'lib qolsanglar, aloqalasanglar bo'ldi. Öndüdar telefon numar 133 99 780 745. Şunu qetish orqali aloqalasangiz bo'ldi. Xo'sh.